Assalomu alaykum hammaga. Akalar, Nexus 3 mashinamizni sotib oldik. Ko'rib turibsizlar, yonidan qattiq udar bo'lgan, Kamazga burgan ekan. Mana shu yonidan mana tarpetga rulla sinib ketgan, aytafonlar chiqib yotibdi joyidan. Oldi kirlolar ham ketgan. Motorlari butun joyida turibdi. Oldi kapotlari butun. Orqa tomonlari yaxshi holatda. Benzinda yurgan mashinamiz, bir yoq tomoni ham butun holatda turibdi. Yiliga kelsak 2020-yil 77 ming yurgan mashina. Bu mashinamizni xuddi shu turishda sotib olganmiz akalar. Bu yoqda shu kuni qo'ygan 3 ta Gentra'mizdan bittasi tayyor bo'ldi. Mana 24 qora bayir. Ko'rishinglar mumkin. Ish jarayonlarini qo'yishga uspet qilmadik, to'g'risi. Mashinamizni 5 kunda tayyor qildik. Xudo xolasa, mana zazorlari ideal holatda turibdi. Diskalarni kraska qildik. Oldi kirlo kapot almashdi. Bu yoq tomonga kirlo bagajni ham almashgan. Zazorlariga bitta baho berib qo'yasizlar. 2024-yil salon holatlari ideal. 15 ming kilometr yurgan. Mashinamiz yuvib tozalab komisiya qilib tayyor, xudo xolasa. Bu yoqda mana shu yoni yirtilib ketgan, mana Gentra'miz ish ketyapti. Almashtiryapti. Kirlo almashyapti mana shu yerdan. Ikkita eshik qo'yiladi, oldi kirlo qo'yiladi. Bir yoq tomoni bo'yaladi mana shu yon mashina. Akalar, sizlar avvalgi mashinalar bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab zo'r narxda sotib olamiz. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Sizlarga shunaqa avvalgi mashinalar topib bersanglar, $100 dan $200 gacha xizmat chiqarib beraman.